Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil chash yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Dilkanning sizlarga bo'lgan sovg'asi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Şinjanning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qaram, men sizga nima keldim? Nimandaq odamni xush qilgansa? Xushal bo'lish bilan bir vaqtda ahamiyatini bilish kerak. Qandoq deysan? Qaram, Nazifa markasdagi qochquvchilar azam emasdi. sog'lomlikning muhim narsani bilmadi. Shunga sog'lom va ishonchli bo'lgan Nazifa mahsulotlarini to'yingizga sovg'a qildim. Rahmat dada. Nazifa qochquvchilari, yaqinlaringizga sog'lomlik sovg'a qiling. Ular xushal bo'lsin. Men sog'lom bo'lsin. Ümit ishonch bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barkatli qadamlarimda men organiya ishlatilgan ochil choch sopini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirg'usi. Ochil choch asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organiya choch sopilari. Polat direktor o'zingizmi bilasiz? Xislat sizlarning shirkatda ishlayotgani xil bo'lib qoldi. Menimcha u yaxshi ishlayotdi. Ha, yaxshi aka. Ha. Attigina sarda chiqib ketgancha, bir kashti keladi danga. Hatto ba'zi kunlar ko'rishamaymiz. Xislat hamma jihatda bek astoydil bo'libmi xizmatda olimka. Bu jihatdan siz xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Shundoq. Endi ayol kishi emasmi? Yetersizliklardan xoli bo'lolmaydi. Shundoq. Shunga sizga deydiganim uningga ko'proq otidachilik qilib qo'yasiz. Albatta olimka. Bu jihatdan siz xotirjam bo'lsangiz bo'laveradi. Demakchi o'g'lim, sizga uningga yaxshi muomala qilyapsiz. Shu yetersizliklar tufaylidan uni yaxshi ko'ngli ozor tatib qolmasin deb shunga ishni xotirjam bo'ling olimka. Malla uning yanında bo'ldikanman, u bir umr azor yeb qolmaydi. Men bunga kafolat beraman. Bu butunlay o'zini kamsitishdan kelib chiqqaysizda. Nima? O'ylab boqmamsiz? Men bo'lsam doktorning ayoli. Xislat acham ham direktorning ayoli bo'ldi. Unda qos nima bo'pti? Tushunmadingizmi? Mo'minkam shu bir tomoq to'shug'ichi. Shong Parizatdan terkib ochiqlab ketdi. Nima degan gap tomoq to'shuvchi degan? Mo'minkam o'z akamizga o'xshash odam jimo. Bir kun bo'lmay boqsin bu o'yining qozini qaynamdi ekan. Hammamiz Mo'minkamga hurmat qilishimiz kerak. Bunday gaplarni qilib yurmang juma. Hay, men unda demoqchi emas. Siz ayollarni faqat tushunmayotgansiz. Ayollarcha pek obro'yparast keldi.
Qaysarka, Rana. Qo'y chiqyapsiz-ku. sizga yordamlashay dedim, bo'lmamda. Talabek so'g'il, do'kon kiraylik. Aka, Ha, oy, atdigana noshta qilmayli mengibsan-ku? do'konga chiqaylik. Bugun degan yakshanba tursa, aka, nimaga bundoq aldirab chiqsa do'konga? Qaysarga azroq bir narsa o'gitib boqay. Ha. Oy, aka, oxir Qaysarga o'gitishni qaror qilsan-da. Endi nemisini deysa. Bu yosh bolalar bilan kuch elish bo'lanmadim degina. O'ginima deydi. O'ginib baqsin, men o'gitib boqay. Qanchalik o'ginalaydi? Ko'maymizmi? Aka, sening qaroring azaldan xato bo'lib baxmagan. Men sana ishinaman. Ma'qul, men chiqib kiraman. Arliqda kirib noshta qilib chiqayotgan juma? Ha, ma'qul. Ma'qul aka. Otam. Ha. Tag'a, Dada. Ha, Qaysar. Rastilla o'rgangan bormi? Faqat mush ishni qilg'in bor, dada. Andaqda buni astoydil ko'rib chiq. Bu Voh. So'qmoq yasash prinsipi? Ha, buni ko'rib chiq. Andin uqamagan joylaringni mendan so'rasa, ha? Ma'qul, ishinglarni qilaveringlar. Ma'qul, dada. Dada. Nima bo'ldi? Hey, qanchalik yangoq ishlatding? Shu 8 xalta Nima? xato bo'lib qolibdimi? Tushib o'tdimmi? yo'q, kirganingizni sezmabman. Bundan keyin mendan qutulman deb qamqildim. Nima? Nima? Yaratmadingizmi? Boshqasi to'laymi? Kechiring. O'zik sal kechikib qoldim. Siz Nemişki mendan so'rmay shuncha ko'p yangoq ishlatding. Dada shu o'zing yangoq ko'proq bo'lsa so'qmoq o'xshaydi degandek qilgandim-ku. Shunda o'simi 8 xalt yangoq ishlatamsa, munch ko'p yasib o'tamsa.
Voy, aka, qandaq qilamiz endi? Yasaydiganni yasab bo'pti. Baldan ağırını versəkmi o'rniga kelmaydi-da. Mush necha kun ichida asta-asta setib-etmisinmi? Shu tağa. Bugundan qaldırmay setib-et. Qada azaldan undaq vaqt o'tib qolgan so'qmoqlarni haq setib baqmagan. Nima? Hammini mi? Hammini o'zing jiq yasagan ekan. Qo'lingdan chiqarib et bugun. Voy aka, bu nimdigina? Buncha bola jiq so'qmoqni qaysar bir kunda qandaq setib olaydi? Shu emasmi tağa? 100 kiloga yaqin so'qmoqni bugun setib bo'g'il bo'lmaydi. Shu. Qara qaysar. Agar so'qmoqlarni bugun setib etsang, arzoying bo'yicha do'konni sana o'tkazib berma. Aka, agar setib olanmasang, bugundan boshlab huna o'rganishni to'xtatsa. Qandaq? Voy, aka qaysarga bundaq besim qilsang qandaq bo'ladi? Ha? Pochilab satsam bir haftada aran setib bo'g'ilgan so'qmoqni sen bir kunda setib bo'lsan, bu qaysarga adolatsizlik bo'lib qolmamdi? Ha. Dada. Top satsam maylimi? Ha, o'zingning ixtiyori. Voy balam, her qancha top satsangmi, bu bir kunda setib bo'g'ilib bo'ldigan so'qmoq emas-chimi? Ha, Qaysar, opamning digini to'g'ri-jimi? Sen obdaroq o'ylanib baq. Ma'qul dada. Sen gaping tursanglar, men cho'qim qilaman. Va'dang tursanglar, kasbingga varislik qilganim qilgan. Ma'qul. Sen oldida bir sinab baq. Qilgan gapni keyin deyshayli, ha? Voy, sen zaten nima qilyapsan? Nima qildim? Ay, qaysar bundaq desam qandaq bo'ldi? Uncha bola jiq so'qmoqni qaysar nega olib setib olaydi bir kunda? Endi do'kon ochma degandikin. Ziyonning ta'minini tetib baqsin deyman afkam. O'zi sinab boqaman dedi emasmi? Men uning qasddan ashta deb qo'ydim. Voy aka, voy nimada qahvashib ketgansan, narada yurib. Men texvaxo, qaysar ugal bo'ldi deb uning g'emini yeb yuribdim emasmi? Ha, bo'pti. Amsa sen damog'in hemen chiqib ketdim, ha? Ey ukam, chandurib yurma yana. Voy bo'ldi aka, xotirjam bo'l. Dilkanning sizlarga bo'lgan sovg'asi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobayjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobayjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobayjin orqali ifodalang. Dilkan Nobayjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobayjin. Qalğaç markalı sopun paraşuki. Vətib erkin çıxırıcı. Vay neminang? Kirnang. Qalğaç markalı sopun paraşuki. Voy, üzgün gecep qarab ketding. Qarab verib sirjib ketmisin yana. Voy, Parizat. Demaydigan gaping yo'q ekan. Ma barmog'imga tuyuqsiz taqab, kunlamayaptimi? Shuning bilan yarishibdimi? Bək yarışıbdı. Yarışıb ütəb ketib qapdı. Albatta yarışdi-da. Men degan kim o? Men degan xislat. O'zini maqtagan birinchi ahmoq. Chidamay qolding, ha? Septin. Hay, dadamchu? Hujursiz kirib ketdimi-ki? Dada. Men kirdim, ha? Kızım. Kızım. Sen soğuk tegib qolgan o'xshaydi. Ertaga sara qo'yib olgan. Birdan uxlab olsam yaxshi bo'lib qoladi. Siz ishingizni qilavering. Birdan uxlab.
Qaysar aka, hozirgacha qancha patmi so'qmoq setilib bo'ldi? Hech qancha emas. Necha pat do'stlar? O'ylaganimdek bo'lmabdi-ku amsa. Bugun yakshanba bo'lishi keyin faqat qo'za yo'q xudo. Qachon setib bo'lamiz? Tinchlikmi vallah, yaxshimisiz? Bozor qandaroq? Yaxshi. Tag'amni izlab keldingizmi? Ha, chaqirib qo'yamsiz. Ha, ma'qul. Chaqirib qo'yay. Aka, yoqibsan o'z? Qaysar. Ha. Tinchlikmi? Aka. Nima ish bo'lgandi? Kelma. Dadamchu. Hujursa. Cesur ketdi-ku, tog'amning mijozi yo'qmikan? Nima? Akamning mijozi yo'qmi? Voy yo'q, ammo shu sal so'g'oq o'tib zukamdab qopdi. Shu jasurni chaqirgandim. Voy, shuningmi odamni besaramjon qilib. Voy, zukam eshitdan toz o'qishdi, birini assam, qilayin yotqan yo'gini bir uxlab qopsul yaxshi bo'lib qoldi emasmi? Ha, shundoq. O'yjon. Voy, gap bilan bo'pa unutib ketganimni. Voy, issa. Nima bo'ldi, apa? Voy, talaga chiqamsan? To'xtama, chapini kiyman. To'xtamdi. Qocha. Dadam bir ish bo'ldimi? Yo'q, zukamdab qopdi. Nima? Tog'amning mijozi yo'qmikan? Texi boyli yaxshi emasmidi? Bir xilla. Qisdatdan Qaysar tog'amning ujursining oldida turdi. Ha. Hatto Jasurmi yugurib ketdi. Shundaqmi? Tog'am ig'irroq og'rib qolmagandi, ha? Og'zing tutma. Yo'q, deymina endi shu. Hargiz unda bo'lib qolmasin. Ishqib qanday o'ylasam bir xil g'alitlik his qilyapman qaram. Bebe. Ha? Yo'q, kele. Ha, mana hozir borma. Bo'ldi. Boshqacha o'ylanmang. Nim tomoq yeyingiz kelyapti hozir. Hozir ko'nglim hechimga tatmayapti. Emsi birdam o'tirib turing, men hozir kelaman, bu. Balam. Ha. Sal qizib qopsa, zukamda paqa o'xshaysa dala. Shu tunugin talada jiqroq turib qoldim. Uni ustiga oqshom yaxshi uxlayolmadim. Birdan uxlab olsam yaxshi bo'lib qoldim. Jasur, sen chiqib ishingni qilavagin. Bu yerda o'ttasang ammo ansirab qoladi, ha? Ma'qul. Ben birden uxlab olay. Ma'qul. Uxlab qoldim. Sal turib uxlab uyg'onsa yana bir kirib chiqay. Hammasi mening kasabda. Sen bunda dema. Ozroq sovuq tiyib qolibdi shu. Doktorxonaga borsak bo'ladimi ya? Aka. Sen qoldayapsan. Voy. Nega? Voy. Buningga yana bir ish bo'ldimi? Bir ish bo'lmay qolamdi. So'qmoq yasayma deb 8 xalt yong'oqni so'qmoq yasabdi. Dadam achchig'ini so'qmoqning hammasini bir taraf qilsa deb vaziyat qildi. Qanchalik so'qmoqga? 100 kilo yo'q.
100 kilo? Hammasini bugun set qilamdi ekan. Set bulamay qolsa do'konmi yo'q bo'ldi ekan. Ha? Shundoqmi? Shu butun kuchimiz bilan tirishmasak bo'lmaydi ekan. Uning ustiga bozor faqat yo'q. Ha, tinchlikmi? Keldingizmi? Dadangiz-chi? Dadangiz qandaroq? Dadamning ahvoli ancha yaxshi emas. Chiqolmasam. Sizlarmi jabbo tortyapsizlar? Undaq bo'lsa, mening kelganimni aytib qo'yinglar. Ma'qulman deb qo'yay. Men chiqay. Avaylabmayam. Qaysarka, bu adashga silliqroq bo'lsangiz bo'lmamdi. Sabrsiz. Bu yerda qarab saqlab o'ltirsak, so'qmoqlar aziyib qolmaydi. Ot Allah bozorga chiqib qo'y. Yaxshimisiz, Jur'at direktor? Marana. Bugun so'qmoq yegingiz keldimi? Yaxshimisiz? Adash qanday ahvoling? Ha, menmi yaxshi? Yaxshi turib-atamsan? Hey adash, do'koninglarning savdosi qanday bo'lyapti? Ha, ajab yaxshi-kena. Do'koninglarda so'qmoq yaxshi setlandi. Voy, yaxshimi? Yaxshimisiz? Olim so'qmoq do'koni. Ha. Albatta, zakaz qilsanglar olib beramiz. Qanchalik zakaz qilsiz? 5 kilomi? Ha. Opa. Ha? Qaysar haqiqatan qaldizga jumo. So'qmoqlarning hammani setib bulayda qapti. Uy. Ha? Uy, qancha patnis ishib qapti? 7-8 patnisdak ish qapti. Vay, shuncha so'qmoqda shunchalik qaptimi? Oy, sizlar uni toza tushunmaysizlar. Uchu qilman deganni qila oladi. Shundoq. Ajab yaxshi bo'pti. Uyg'ondingmi dada? Ha. Men qo'pay. Ha? Ha.
Biroq shunda yaxshi uxlabdimi bolam? Sen piyada o'tirsan-ku. Ha, bugun aramagandim, kitob o'qigach, yanamda o'tladim. Hujrangga chiqib dam olsam-chu. Mishayda aramasam o'xshash-ku, sening yaningda. Qaysarchu. Ha, xotirjam bo'l. U hozir nochadan bo'lib ketdi. Bir mun so'qmoq setib bo'pti. Shundami? Ha. Tinimsiz hayotda arzu-armonlarimizni qo'g'lab, shiraqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his-tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simasini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Abana geldim. Kızım, geldingizmi? Huzur to'ygi suti atgan chayi yedingdan onamning mehrli ketini topaman. Huzur to'ygi suti atgan chayi. Ayollar gölge okşaydı. Ayollar özünü tutuşni, özünü asrashni bilish kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talalık deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalık sopun paraşugi. Vətib erkin çıxırırsın. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşugi. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilimdin, kapalmasın cay. Cilger gülnüm tikini birge, güzel bu yüzüde dal bulsun o ay. Cilger gülnüm tikini birge, güzel dur yüzüne dal bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin, özgermez hakikat hayat ve mamut. Kalbimde memnunluk bulsun barşıge, hiç kimge itibar kılmadan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esingdin ketmisin shu oddiy savol. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin, özgermez hakikat hayat ve mamut. Kalbimde memnunluk bulsun barşıge, hiç kimge itibar kılmadan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin, hiç kimge itibar
hayat Qanaat baxtdur baxit qanaat Esingdan ketmasin shu oddiy sabah Esingdan ketmasin shu oddiy sabah